Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xəbərlərimizning qisqacha mazmunini tunishtirib o'tamiz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatıning Xitoy bilan bo'lgan həmkarlığını ayıpladı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudayar Amerika və G'arbning O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabat o'rnatishi muhim ahamiyatga ega dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin sabiq Cumhur Reisi G'ulom Osman Efendi davlatlarni Xitoyning tozliqidan ogohlantirdi. Amerikaning harbiy bazasiga yaqin joydagi dehqonchilik yerlarining setilishi cheklangan. Xitoy hukumatiga vakolatan harakat qilayotgan vakolatchilar Kanadaning har bir hukumatiga singib kirgan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. İslam Həmkarlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyin İbrahim Taha 2024-yil 3 yanvar kuni Xitoy Kompartiyasining Şərq Türkistandagi doimiy a'zosi Elzod Ahmadjon bilan Jiddidagi baş katibat boshqarmasida yig'in chaqirib, tajovuzchi, Allah dushmani dinsiz Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni texnik kuchaytirish to'g'risida suhbatlashgan. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatının Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni ayblab 4 yanvar kuni axborot e'lon qildi. Axborotda Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyin İbrahim Tahaning yaqında Xitoy Kompartiyasining Şərq Türkistandagi doimiy a'zosi Elzod Ahmadjon bilan 2024-yil 3 yanvar kuni Jiddidagi baş katibat boshqarmasida yig'in chaqirganligini qattiq ayblaydi. Xitoy Kompartiyasi bilan İslam Həmkarlıq Təşkilatı orasidagi hamkorlikni texmi oshirishni maqsad qilgan bu yig'in Xitoyning xalqi musulmon bo'lgan Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati va mustamlikasini kuchaytirayotgan vaziyatga to'g'ri keldi. Xitoy 2014-yildan boshlab ishg'ol qilib olgan Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq musulmon Turkiya xalqlariga rəhimsiz irqiy qirg'inchilik harakatini yurgizib kelmoqda. Natijada 16 mingdan ortiq masjid vayron qilindi va taqilib qoldi. Namoz o'qish, Ramazon tutish, diniy salom-saat qilish, diniy ismlarni qo'yish cheklandi. Millionlagan musulmonlar jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Kültür, Ma'rif, Diniy ishlar ministri Adil Ablamid Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Atisi Xitoy Kompartiyasi və uning Şərq Türkistandagi qo'rchoqlari bilan bo'lgan munosabatni qo'yiqlashtirishni shiddat bilan ayblaydi. Bu ochiq-oshkora xiyonat, islom prinsiplari, islom haqlari, kishilik axloqqa aniq xiloflik qilganlik. Biz İslam Həmkarlıq Təşkilatı və uningga a'zo davlatlarni Şərq Türkistandagi insoniyat krizisini darhol oxirlashtirishga chaqiriq qilamiz. Bundaq bir ochiq-oshkora adolatsizlik oldida islom olimi sukut qilmasligi kerak dedi. Xalqaro jamiyatning Xitoyning Şərq Türkistandagi ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchilikni ayblashiga ergashib, Xitoy Şərq Türkistanda yurgizayotgan qilmishlarini oqlash va tinchlik uchun musulmon davlatlari va Islom Həmkarlıq Təşkilatıga o'xshash qurilishlarga diplomatik yaqinlashmoqda. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Məmtun Ali Efendi İslam Həmkarlıq Təşkilatıning Xitoy Kompartiyasining vakillari bilan bo'lgan munosabatidan andish qilganligini aytib, bu yig'in İslam Həmkarlıq Təşkilatıning Şərq Türkistandagi insoniyat krizisiga tutgan muomalasining yo'nalishiga vakillik qilgan bo'lib, kishini intayin andishiga soladi. İslam Həmkarlıq Təşkilatı zolimlarning qulaylashtiruvchisi bo'lmasdan, mazlumlarning yanida bo'lishi lozim. Xitoy ishg'ol qilib olgan Şərq Türkistan xalqining qiyinchiligiga jiddiy turda samimiylik bilan ko'ngil bo'lish, ularning azobini yo'lliqlashtirishga xizmat qiladigan diplomatik harakatlar elib bormasligi kerak dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xalqaro İslam Həmkarlıq Təşkilatı və uningga a'zo davlatlarning maydonini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatini, inson haqlari va adolat oldida islom prinsiplari va qimmat qarashi bo'yicha harakat qilishda ching turadigan yoki turmaydiganligini yangidan ko'zdan kechirishga chaqiriq qiladi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistandagi turk xalqlariga mustaqillik, hürlik və adolat elib kelish uchun bergan va'dasida ching turib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Şərq Türkistanda elib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini ayblashga va buningga qarshi turishga chaqiriq qiladi deyildi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudayar Efendi ijtimoiy axborot şubasi X'da 3 yanvar kuni Amerika və G'arbning Şərq Türkistonni o'z ichiga olgan O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabat o'rnatishi Xitoyning kun sayin kuchayayotgan nachar ta'siriga taqobil turishda intayin muhim ahamiyatga ega. Bu ochqishliq joylardagi munosabat va hamkorlikni kuchaytirish Xitoy va Rossiyaga qarshi turishda muhim rol o'ynaydi. Xitoyning Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilik,
ishg'oliyat va mustamlikasiga qarata quloqni itib sukut qilish munofiqlik, har qandaq bir guruhga bo'lgan o'chmanlik, adolatsizlik turug'liq dunyoning bo'libmi musulmonlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi bilan kori bo'lmasligini so'roqlash muhim bir masala dedi. Şərqi Türkistan sürgündə hökumətinin sabiq Cumhur rəisi Qulam Osman Yağma əpəndi ictimai axbarat süpüsü X-də dövlətlərini Xitayның tuzluqıdan agahlandırıb, Xitayның Şərqi Türkistanda yürgüzüyotqan irqi qırğınçılıqqa qarta sükutni buzuşqa çaqırdı. 3 yanvar günüdəki yollanmasında Xitayның arzusu bolsa Kanadaның keləcəyini özüge təvə qılıb biliş. Bu yalğanmı? Yoki fantaziyamı? Yoki asosi bormi? Xitayning 2002 yildagi bir tor sahifasidan ko'rganlarimni o'rtoqlashay. Xitoy Kanadaning eng chong inson manbasining Xitoy ekanligini aytadi. Har yili 40 mingdan ortiq Xitoy ko'chman Kanadaga keladi. Kanadaliklar farzandlik bo'lishni xohlamaydi. Ammo har bir Xitoy oilasida kam degandimi 4 farzand bor. Mushundaq surat bilan mangsa Kanada kelgusida tabiiy holda Xitoyning ilkiga o'tadi dedi. 4 yanvar günüdeki yollanmasında bizning Xitoy harbi bilan to'shqon ovlaydi deydigan bir maqol tamsilimiz bor. Buning ma'nosi nima? Ma'lum, to'shqon harbi mangolmaydigan tog' bag'rida, vodilarda, tuzlanliklarda degandek hamma yerda sakrab yuradi. Xitoyning harbida to'shqon ovlashi Xitoyning naqadar hiylagar ekanligini tushuntirib berdi. Ko'rmayapsizsiz, Xitoy bugun tarixning eng vahshiy irqiy qirg'inchiligini yurgizyotdi. O'zlarini mazlumlarning yanida turgandek yarashtirib qo'yayotgandek ko'rsatyotdi. Mana buni harbida to'shqon ovlash deymiz. Nima uchun Xitoyni irqiy qirg'inchilik ustisi deymiz? Chunki u yerda oqqan qon yo'q. Irqiy qirg'inchilikqa aloqador tarqalgan xabar yo'q. Ular xuddi hech nima qilmayotgandeklar bir millatni tarix sahifasidan tamoman yo'q qiladi. Buningga bugun sukut qilganlar ati cho'qim pushaymon qiladi. Ammo bek kechikidi. Bular sening beshingga kelganda Xitoyning qanchalik darajada mahoratli ekanligini bilib qolasanmi? Xo'sh qani, dedi. Wall ko'chasi ko'mishining 4 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, Kanadaning sobiq bir axborot xodimi biz Mulroney apandidan Trudeau apandigacha bo'lgan har bir federatsiya hukumatining Xitoy kommunistlari vakolatchisining qo'liga tushganligini isbotlay olamiz. Xitoy hukumatiga vakolatan harakat qiladigan vakolatchilar har bir hukumatga singib kirdi. Yolg'iz hukumatlarni emas, barliq federativ siyosiy partiyalarni qo'lga tushirdi degan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtmin Ala apandi buningga inkos qaytirib, gerçi hayron qolarliq bo'lmasmi, bu bayqash kishini andishiga soladi. Demakki, Xitoy Kompartiyasi vakolatchilari Kanadaning barliq sohalariga singib kirgan. Davlat haqida keng bilimga ega. Bundan qaraganda Xitoy Kanada hukumatini kontrol qilib, faqat o'z territoriyasini kengaytirish uchun kuch chiqarmoqda. Mulroneydan Trudeauga qadar kanadalik siyosatchilarning qasddan baxsdalik qilishi, buzg'unchi takabburligi, shaxsiyatchiligi davlatning oliy manfaatini oyoq osti qiladi. Angliya, Amerika, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq 5 ko'z ittifoqidagi boshqa davlatlarning andishlarini o'ttirg'i chiqyotdi. Bu axborot xodimi Xitoyning bu davlatlarga singib kirish, kontrol qilish qatorliq la'natli haqiqatni nima degan jasurlik bilan oshkorlagani, dedi. Missouri shtatining valisi askariy bazaga yaqin joydagi dehqonchilik yerini Xitoy yoki Xitoyga aloqador o'rinlarning setib olishini cheklagan. Kundalik xabar signal to'rining 2 yanvar kunidagi xabarga qaraganda, Missouri valisi Xitoyga munosabatli shaxs va guruhlarga harbiy ta'sislarga yaqin joydagi terilgan yerlarni setib berishni cheklagan. Missouri valisi Cumhuriyetçi Mike Parson seshanba kunidagi ishxonasining bayonotiga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi bilan munosabatlik bo'lgan har qanday bir qurilishning kritik askariy bazaning 10 ingliz milliy nersidan yer setib olishini cheklaydigan bir ma'muriy buyruqqa imzo qo'ygan. Amerikaning harbiy bazalariga yaqin yerda yer sohibi bo'lgan va yer setib olishni xohlaydigan markaziy Xitoyga joylashgan ana shirkatlarga sohib shirkatlar bor bo'lib, bular qonun chiqaruvchilarning Beijingning Amerika tuproqlarida josuslik qilayotganligiga bo'lgan andishasini qo'zg'agan. Bayonotda raqiblar bo'libmi Xitoyning Missouri terilgan yeriga ig'dorchilik qilish masalasiga bo'lgan andishasining kuchayishi bilan biz harbiy va axborot mulkimizni qo'g'dash, davlatimizning bexatarligiga qartilgan tahdidning oldini olish va Missouriliklarga texnik ko'p xotirjamlik ato qilish uchun bu buyruqqa imzo qo'ydik.
Xitoy va boshqa chet ellik raqiblarga kelsak, biz cho'qim Missouriliklarni va bexatarlik boyliqlarimizni qo'g'daydigan o'rtaq tadbir qo'llanishimiz kerak deyilgan. Parsonning ma'muriy buyruqi Amerika hukumati tarafidan chet ellik dushman qilib bekitilgan har qanday odam yoki guruhga mos keladi ekan. Xitoy Kompartiyasiga bog'langan nurg'un tashkilotlar Amerikadagi harbiy bazalarga yaqin joyda tijorat qiladi ekan yoki mashg'ulot qilishni planlaydi ekan. Mayli itoatkor qul bo'ling yoki osiy bo'lgunchi qul bo'ling, siz mangu uning ishonch tarozisida sarguma o'ltirmaydigan potensial dushman. Burun bo'lsin yoki keyin bo'lsin, cho'qim yo'qitilmasa bo'lmaydigan, ko'payishiga qat'iy yo'l qo'yilsa bo'lmaydigan o'limtik parazit. Yana kelib sizning ichingizdan chiqqan mard qo'zg'olonchiga qaraganda taslimchilik ichida o'zini bezlab yotgan sizning buningchilik jasorat ko'rsatolmay itoat qilayotganligingiz, nazarga ilinish uchun mo'min fuqaro bo'lishga tirishayotganligingiz qatorliqlarning hammasi uni eng bezor qilayotgan hodislardan biri. Mana bu vajidan u sizni tahdidsiz maxluqqa aylantirish uchun insonligingizdan voz kechib berishingizga majburlaydi. O'zingizni o'zligingiz bilan qo'shib setib berishingizni istaydi. Va bu go'yo Gyotening ilohiy komediyasida shayton bilan kelishim tuzib, manfaat badaliga ruhni setib bergan odamiy shaytonning misoliga o'xshaydi. U sizdan odamiyligingizni vujudingizdan sug'urib elib, qo'shqo'llab taslim qilmoqcha tinim topmaydi. Mana bular bugun siz va biz tortayotgan vatan ichidagi behuda qirilayotgan xalqdan, vatan sirtida behuda vatanidan qo'g'landi qilingan tirik jasadlarga aylanishga qisatilayotgan fojiali qismatimizning amaliy ahvoli. Mana bu Anna Arnet bundan yarim asr muqaddam ogohlantirgan kommunizm va fashizmdan iborat bu ikki totalitar zihniyatlik guruhning qabih jinoyatlarining qayta takrorlanmasligi uchun bizga tushuntirmoqchi bo'lganlari. İnsanның insonligiga har turli bahona bilan cheqilishni, hayvondan battar zulmni o'z turiga bir inson to'pining yana bir inson to'pi ustida elib berishni, inson turib inson ustidan tangrivozlik qilishni ravo ko'rishni ideologiya bosqichiga ko'taradigan darajadagi pastkash rejimga yakka va kollektiv holatda sukut qilishning, qo'llash va uni ichki ish sifatida qarab o'tirishning kelgusi razil dunyoning borligiga kelishning asosi ekanligi. Buning jug'rafiyalik ofat bo'lmasdan, yer shariy xarakterlik ofatning borliqqa kelishining asosini yaratadiganligi qatorliqlar haqida chalgan signallarning amaliyati. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.